Uzun PHP dersiga ikkinchi qism PHP'ni qachalash va ishlatish. Qachalash haqida oldingi soatlik darsimizda Apache, PHP va MySQL mavi 3 detalni qachalash orqali PHP muhiti hozirlaydiganligimizni so'zladik. Ham shundaqla ma'qul usulda qachalashni avvalchilik ko'rsak, tuvandagi 9 xil detallar orqali xohlagan birsini tanlab PHP muhiti qurishga ishlatishga bo'lganligini so'zlab o'tdik. Hamda shu qachalashga moslashtirib, tuvanda shu ikki detalni bilan o'zaro tanishmoqayli. Birinchisi Flash FXP detali. Bu detal biz tordan bo'shliq setib olgan vaqtimizda bizga FTP adresi, azanama parolni berdi. Mushu detal orqali shu torbat bo'shliqimizni boshquramiz. Masalan, bu mushu detal shu. Bu yerda bekat uchurlari dedik. Bekat uchurlarini bu yerga kirgizgandan keyin ulanish degan bo'lsak, bu mush bekatning o'ziga ulandi. Ulangandan keyin biz FTP qurolniki, masalan, www.root degan mobiliki va yoki ulangandagi web degan qismi shu bosh mundarij hisoblandi. PHP programmalarini o'zimizningki kompyuterdan tanlagandan keyin bevosita o'ng tarafga tortib akirish orqali shu tor bekatni ziyorat qilib turib, shu PHP programmasini ishlatalaymiz. Bu birinchi xil usul. İkinci usul nima deganda, agar bizningki masalan setib olgan bo'shliqimiz bo'lmay qolsa, tordan o'zimizningki kompyuterga PHP muhit qurib, tor bo'lmagan sharoit ostida PHP programmalarini ishlatish, sinash mashg'ulot qilmoqchi bo'lsak, Uyg'ur web PHP degan detalni qachalab ishlasak bo'ladi. Buning masalan hozir bu qachalash mundarajasini tanlandi. Biz buningdan bir o'rinni tanlagandan keyin kompyuterda andan keyin bu yerda jazmlashtirish, masalan, diskini jazmlashtirish deb besib o'tgandan keyin nima deb besib o'tsam, oldida diskga qachalab bo'lgan Uyg'ur web PHP. Buningdagi htdocs degan qismi dal mushniki bosh mundaraj bo'ldi. Buning ichiga qo'ygan programmalarimizni bu localhost degani bosh mundaraja, ya'ni mushu htdocs bilan bevosita bog'lanadigan mazmun. Anaki uycom2 degani buning ichidagi uycom2ning ichiga qo'yilgan programma o'zi shu PHP programmalarni mustamil darajada qo'yish orqali holatda ziyorat qilib ishlatalaymiz.